Baxtni qo'g'lashmaydigan odam bo'lmoq kerak. Bizning baxtga tutgan muomalamiz, o'zimizning odamiylik fazilatimiz aniq ko'rsatib beradigan aynak bo'la olishida shak yo'q. Biz o'zimiz yashayotgan bu dunyoda erishadiganimiz bilan yo'qotadiganimizning tangponligini bilish uchun qiziqimiz yo'q. Erishish bilan yo'qotishning turmush tarozisidagi salmog'ini tangshashga sal qaraymiz. Natijada hayotning lazzati va qimmatini bayqash fursatidan mahrum bo'lamiz. Kechikib qoldingizmi? Saqlab ketdingizmi? Shunday.
sen kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen köklerde pervaz urgan. Kara kaşlı güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile, ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile. Saçların oynaydı çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile, ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile, ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile, ketme güzelim, meninle senin, süymem seni. Gülüm Cemile, ketme güzelim, meninle senin, süymem Yüreğimge o saldın sen, mestane zehrin deme. Teşvik mi efendim? Hoş şeytan. Yaxşı, yaxşı. Hem işletip Şunda boptuğum. hem istedik. Hem
men yaxshi ko'rdi qaranglar bo'pti. Vah. Hammasi men yaxshi ko'rdi qaranglar bo'pti. Shundaqmi? To'xtab turing. Men birdan tekshirib o'tkazib olaman. Yaxshi bo'pti. Oshxonaning rangini texim yaxshi ko'rdim. Qalb. Hujrayni ko'rib baqay. Vah. Nima degan chiroyli. Qallangiz ishlaydi juma Murat. Meni bakla xo'shal qilib aytdingiz. Shunda qilib telefonimni yo'tkab bo'ldim-da. Texi bayil yo'tgadim. Nomeri burunqi nomer bilan o'xshashdi-a? Albatta, burunqi. Sizni pek sig'indim. Meni sig'indingizmi yoki yangi uyni, ha? Sizni uyni hammanglarni sig'indim. Haris, opamga telefon qilib o'tay. Ma'qul. Menimcha opam hozir cho'qimla hayron qoladi. Kechiring, siz urgan telefon vaqtincha ulanmaydi. Qaraganda opam uyda yo'q o'xshaydi. Qadam ko'rib baqay bo'lmasa. Hey? Qadamma, qanday ahvoling hada yaxshi turamsan? Ha, komandirib kirib hozirlik qaytib kelishim. Muratma, uylarni shunday chiroyli qilib tutdi degina. Ha. Uy telefon qilsam opam yo'q ekan. Bugunmi? Bo'ldilar hada ozroq charchab qoptiman. Bugun o'ptaroq aram elib olay. At cho'qim sen bilan ko'rishgili boraman. Ma'qul. At ko'rishaylik. Xo'sh. Men de xo'sh bo'ldim. Uyimiz bek chiroyli bo'pti. Endi telefon qiladigan. Yana bir muhim yaqib qoldi. Qaya u? Ha? Shayton, eskiligini qara. Bu günü meni pek sakatı. Shundaqmi? Bir kun chaqoq o'rnatib olib. Shundaq bo'lar, ha? Voy, bu bizning yozuvchi og'inimiz-ku. Murat adash, qanday tinchlikmi? Uzun bo'ldi ko'rishmoq. Salomatlikmi yaxshi-ku? Yaxshi, yaxshi. Murat. Mening erkam. Bu chiroyli qiz kim bo'ldi ekan? İsmi Sevle, yüzü şu. Yaxshisiz. Bo'ldi. Sizlarni yo'linglar meni yuringlar. Sizlarni yo'linglardan qo'ymaylik yana. Shu telefon qilasan, ha? Ma'qul, ma'qul. Ko'rib turaylik, nomer shu. Unutib qolma. Ma'qul.
Vay, Zülfiyama, mən Cəmilə, qandaq yaxşı duramsan? Hay, vaqt to'shib ketdi, sizlar tek o'tirsizlar-ku. Voy, soat kim qaramabdiq-ku. Mangayli. Mangayli. Qo'zg'im toza osh deydi. Chiroq, qildi mangayli. O'zingizga chiroyli qilishingizga yarashibdi. Yangi qatnasizmi? Qizlar, vaqtinglar o'z uyga telefon urib, o'ltirib ketinglarmi? Xo'sh, xo'sh. Malay, çokum meninki. Bay? Ha? Men şu. Hacet isin kep qapti men-ku? Yaxshi, yaxshi. O'zingchi? Ha? Nima? Uygunlikka? Bir yildagi sizga qiladigan 101 turlik sovg'a. Chin ko'nglingiz bilan siz uningga siz qolsizmi? Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Bo'ldimi? O'quvchilik vaqtingizdagi o'qituvchingizga rahmatingizni bildirib, podkastga avating. Avating. Ha? Oy, telefon. Vay? Ha? Namku? Ha. Ya. O'zingiz yana? Ha, yana? Yana. Hop. Oy, telefon. Ha? Vay? 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 Bo'ldi, qo'yating. Qo'yating. Telefonga siz ko'p qoldingizmi nima? O'zingiz ayangchimi? Telefonga siz ko'p qolsangiz, balimiz tug'ilganda telefonni qo'lingizda tutib tushimsiz yana. Menga telefon kelsa, chidamay qilyaptamsiz? Shuni gap bo'pti-da, ha? Nim bo'pti? Ayağını bilmeydi ekansiz, ha? Rasma? Çıdımaz.
telefon. Telefonni eling davatman. Eling ha. Voy voy. Yerim kecha telefon qilgan zoti kimdi? Ha? Telefonni eling ha. Voy voy, o'zingiz eling ha. Ajab uyqumni buzdi. Vay, Vay, ajucangmisiz? Qanday yaxshi turibsiz? Sizga hali ishni joyida bejarib etdim. Satmasak 30 ming qo'y pul olgan kirdidan, ha? Ertaga uchun sizga yetkazib beraman. Xonimga aytgan qoni palto dalkaganda, ha? voy, efendim. Siz qaysi ajujangni deysiz? Nima? Bu kadrlar idorasidagi ajujangni uy emasmi? Yo'qsa, efendim, bu degan madaniyat idorasidagi darisiz kadrning oddiy kapsi. Opla, xato qopti. Men xato urib qo'ydim, kechiring, ha? Hullanit xoshamatchi. Mushundaq chaqda telefon urib, xush xabar yetkazishga oldirganingni qara. Xiyolingda ajujangdan oladigan cho'ng-cho'ng mukofotlarni, yurakni o'yintib o'tadigan ajoyib va'dalarni o'ylagan bo'g'ayding. Mayli kim bo'l, bu muhim emas. Ammo va'da qilamanki, sen faqat qurtdek yashaydigan, yer sharini g'ajab, cho'qib, o'tni to'shiq qilib o'tadigan, Bayg'o'jamlarning tapini ostida jon saqlaydigan xoshamatchilarning biri. Vay, Jamilama? qandaqsiga Jamila bo'ladi? Qulog'ingiz gasib qoldimi nima? Ovozimdan ayolligimni farq etamidingizmi? Jamila bormi? O ishqi ketgan. Uningda bir ishingiz bormi-ti? Bu ikkimizning shaxsiy ishi. Buni siz aralashmasangizmi bo'ladi? Xo'sh, avar qildim-a? Nima deydi o mavzuldek? Texi Jamila bilan ikkimizning shaxsiy ishi bor deydi. O kimdi? Jamilaning xizmatdeshimidi ya? Yo'q. Bu chaqda u ishqi berib bo'ldi. Amsa, boyqi tetiqsi so'ltak zoti kim bo'g'aydi?
qandaq tonuydu ki, men aralashmasam mı bo'ladigan ularning zodi qandaq shaxsiy ishi bordi. Nima qilyaptıngiz bu uyni? Qumdanning turxunidagili bo'lib ketibdi-ku. Hamma yana islab yetibsiz. Voy voy. Tamakın tas çekipsiz-da. Azroq chekingiz-mu? Salomatlik ziyonliq. Biz yaşayotgan bu dünya acayip tilsim sırlar bilen to'lgan bo'ladi. Her birimiz fakat özümüzün samimiyligi ve turmuş tutgan kızgın muamelemiz arkalı bu tilsim ve sırlarning ochqichini topa olamiz. Chiroyingiz bo'lakcha turdi. Mijazingiz yo'qmi nima? Ha? Ko'nglingiz nimani tatidi tanga? Birdan aytib berma. Crash bo'ldimi? Bana nima tikilib qaraysiz? Gap qiling ha? Qiz qaradash. Xeyli ustadlığı va qizchaqqa. Hozir jahonning ishlarini birnima deb bo'lmaydi. O'z erdan ko'ngli qolgan, qandaqdir xiyollar kalisi kirib olgan ayollar o'z eriga shunchalik kuyindigan bo'lib ketadiki, hatto eriga bo'lgan samimiyatini, kuyinishini ifodalash uchun haddidan ziyoda zo'riqib ketadi. Natijada u ayolmi kishilar tarafidan vafodor ayol deb toniladi. Ermo ayolining ah ko'chalarda timisqilab yurganini xiyoliga keltirmaydi danglardash. Tamam Murat. Nima yeymiz ba? Murat degan bir yozuvchi. Dana odam. U nima degan to'g'ri so'zlagan? Mana Jamila menga ajab kuyinib ketyapti. Lag'man qilaymi? Tomoq yeb olganmidingiz? Aytanga. Qo'sing toq. Nerede tomoq yedingiz? Telefon geldi. Vay. Yaxshimisiz? Muratdami? Ha. Pa. Telefoningiz. Vay. Muratmisiz? Nimanda sarangdek vaqiraysiz seni. Hech bir kichikdek inaldan chiqamayapsiz. Sizni saqlig'ili ekan. Tez bo'lmamsiz seni. Ben azaldan sizni saqlaganday, eshitdingmi? Vay.
Voy, siz kim o? Telefonni xato urib qoldingizmi nima? Siz nima? Ajab, tilingizni chaynab qoldingizmi? Yiliqi jin qo'rchiqqa o'xshaydigan ishingiz o'xshamamdi. Nimadan qo'rqishsiz jinim? Qo'rqma. Hayır kelsa, sizni boshqadan o'ylayman. to'g'ri kapchima. Sen zori kim o? Men sizning qanmaydigan qo'nchingiz. Bilmas bo'lasizsiz. Atriyada bana telefon urib, kechda uchirshayli demayandingiz. Tez bo'ling, fursat g'animat. Restoranda chiqib, siz degan biror mehmonxonaning xoliroq yotig'idan birini olamizlar. Kecha. Voy! Hech tamoqqa tutish qilmabsiz. Restoranda yeydigan tamoqlarni ish qilmaslik uchun tamoqni chiqarmadi. Tezib kelib qolgan bir telefon uchun o'shinchalik qilib ketamsiz? Agar va'dangiz uchirish o'rinlaringizni u yoq shuncha aniq bildigan tursa, qolgan telefon deyishdan yuzingiz qizarmadimi? Dadlashib qo'yibsizlar. Bo'ldi, beravering. Bo'lmasa haqla meni har nima gaplar. Tinglab yurimisan yana. Jinim Jamila. Menga ishonang. Men o qizni faqat tonimayman. Oldu qiling Murat. Hammish besh qo'ldek ayon bo'ldi. Yana o'zingizni aqlashga o'rnatyapsiz. Bo'ldi, mening oldimda o'zingizni aqlamang. Siz o'qigan u maktabda, men o'qigan. Jamila, men bo'ldi, tushundirman deb avori bo'lmang. Mening faqatla anglag'im yo'q. Tushundirmang bo'landi. Baxtning ta'biri ustida o'ylanganimizda, baxtning mavjud bo'lish mumkinchiligi ustidami o'ylanib ko'rsak, balkim bizning baxtga tutgan muomalamizda reallikka munosib bo'lgan ahamiyatlik va xotirlik aslimini qilib qilishi mumkin. Unutish bilan unutilishning chegarasini bayqashga hammamiz qodir bo'lamiz. Ammo baxtning unutilish chegarasi ustida o'yinla oladiganlarimiz ancha ko'p bo'lmasa kerak. Shunga bizning turmushimizda unutilib ketilayotgan baxt aslimalari shuncha ko'p va shuncha cheksiz.
Sen baldırlı qaytib kelgan bo'ldingiz. Voy, Jamila bama. sizning telefoningiz ekan. Vay, Ah canım, sizin avazınızı anlaydigan kun mu keledi gene? nima? 2 kun ko'rishmasak, ko'rishmagili necha asr bo'lgandek tugishib ketyapman. Qani ayting, kuz qorlig'ichidek nega ko'chdingiz? Manga ichingiz og'risin jinim. Ko'ni joyga qachon qadam tashlab qilasiz? Ha? Meni unchoqlar qiynamang güzelim. Tomochug'im. Bu nima demabsiz? Ya meni ishq gulxonida kavob bo'lsin dedingizmi? Undaq taş yürek bo'lmang jinim. Bendisini azaplısı günah buludu. Ben sizsiz yaşayamayman Tomochug'im. Gap qiling ha. Vay, siz hadi kim o? Ha? Siz nima deb jo'ylayapsiz? Jo'ylasammi? Sizni deb jo'ylagan men Tomochug'im. Bu men. Men to'limadingizmi? Jinim. Bu beshini yeydigan. Tomochuk. Pah. Acayip chiroyli qismkan bu. Men sizni Jamila deb oddiyli chaqirib yuribdiman. Mundaqmi ismim bor-da? Şundan ismingizning borlig'ini biroq manga desangiz bo'lmamdi. Murat, men Tomochuk. Ben sizni hargizmi bundan atab bakmagan. Hargiz bundan atab bakmagan. Bo'ldi, yig'lamaqla. Qara, Alloh. Rahimsiz ayol. Ko'z yoshi bilan erini qanchalik bechor qilib atgan ha? Yig'a ayollarning erlar oldida qiyin o'tkaldan o'tib olish uchun ishlatadigan eng abjil qurol. Boshqalar ko'z nima deb o'ylab qoladi? Shu ko'z yoshlarga erlarning qanchalik g'ururi singan deysa. Bu jahannam. Qara. Muradilning so'zlari nimancha o'rinliq. Mana Jamila mening ko'zimni bog'lash uchun ezilib, damdardek buqilab yig'lamoqda. Ahmaq xotin-da bu. O'z vaqtida mening yig'lashimni, oyiqig'i qilib, apo qilishni, tilishimni tamoq qilib yurgan bu qo'ydi bu. Shu sababdan tushuntirishlarimga quloq solmay, men egilgan siri toyoqda qitib olgan gap. Mana yig'la xotin, yuqodan chiqishi yig'la. Ammo meni ko'z yoshlarimga ishimdi deb ham xiyol qilma. Qo'lingdan kelsa, bu uyni ko'z yoshlaringga g'arq qilib etdi. Hammamiz sening yoshlaringda oqayli. Ammo men sana hargiz aldanmayman. Gap
Vey! Cemile mi? Şivimdek bizden ne miken sen Cumo? Kim o sen? Erkek tükün olsa telefon oraya yemey aldın mı kememse? Kechiring birodar, o'zingizni ayang. Jamila turgan yerda sizning oldingizda erkak tukumni chiqarib yursam sat emasmi? Meni tanglikda qo'yma, ha? Bu hesapni cho'qim olmay qo'ymayman. Bu eshak nasli ablah odamning uyqusini shundoqmi harom qilamsan? Set shu mumkin bo'ldi menda. Ya kunduzi ya kechasi odamga xotirjamlik bo'lmasa, bir sho'ri qurg'ur men bilan o'chak kishyapamdi ya. Nima sachilik bu? Voy, telefonni hajab tasbih ilavatsiz qo'chini. Bilib qiling. Sizning dadingizda bu ko'zlarimdan uyqu qochdi. Murat. Sizni sevib faqat uxlayolmayotdimi? Gap qilsangchi. hey, Muratning jini chaplashqa rasva. Mumis qilsangchi, yuzing nimanchi qilin sening. Kechis bizni telefon qildik, nima ilishing batdi? Ha? Sana nima bo'lsa shu. Sen bilan talashib o'tirgan vaqtim yo'q. Iching etishib ketsimi, chidab turib telefonni Muratga bergina. Ikki g'iz gap qilolay. Ha? Gap qilmaysan-ku. Telefonni bermayapsan-sa? Ha? Muratning bundaq kecha telefon ilishga vaqtim yo'q. U nomussiz buzuq. Senda ko'chib qolgan qizlarning telefonini Murat hargizmi olmaydi. Anglayapsizmi? Hey. Meni ko'chib qolgan qiz degidek sen nim solaytding ba. O'zing kim zodi? Men ko'chib qolgan qiz bo'lsam bo'lgandimi? Ammo shu ishim qıçpaqliq tonini kiyib yurib, kishilarga tumuchiq bo'lib baxmidi. To'g'ri eg'zimni g'irishlamay Muratni chaqirib. Bo'lmasa o edish kelib o'zingni ko'ramaysan. Oyog'imni bir uqtimi? Kimsan? Nimaga shuncha yo'g'on so'zlaysan? Ha? Muratning sevgini az kundan keyin onun bilan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lg'usi ayol bo'laman. Qandaq? Mumkin bo'lsa, isfatini saqlab vaqtga kashini to'g'rilab. Bo'lmasa, keyin pusayman, foyda bermaydi. Nima bo'ldi? Uning ishdan tushib ketdi-ku. Chidamayapsan-sa? Vay. 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 Sizga rahmat deysan bo'g'dang Murat. Ayolimizning qandaqdir biriga tumuchiq bo'lganligini sevginingizga hikoya qilib berishga ulguribsiz. Endi bunga nima deysiz? Yo'q. Yo'q, Jamila. Mening hech qachon sizdan boshqa sevginim bo'lib boqmagan. Buningdan keyin bo'lmaydi. Bu balkim birasining
Sen çıdımaslık kılın. Ya ki bekarçılıktan içi puşup kalan işi buluş mümkün. Bana işinin Cemile. Meni hata düşünüp kalmam. Herkes hata düşünüp kalmam. Mana, obdala düşünüyotaman ku. Navada, siz zerikib başqa birini yaxshi ko'rib qolgan. Bu so'z ochiq ta'bir. Bunda o'yin o'ynab yurgich. Sizce? Siz neymiş ki demeysiz emse? Hı? Murat. Benim endi chidag'chiligim qolmadi. Murat. Aramız işe çıkamaptı. Biz qandaq bir öyle yaşayalımız. Cemile. Bana işini var. Bana işini var. Cemile'ge şuncha yolvurdik, faqatla unimadi. Hey, qaraganda onun dilini bekler eniştipsiz Murat Cafkam. Shu emasmi? Bichara Cemile shundoq ezilib yig'ildiki, ig'zida biror ig'iz gapni aniq anglayolmay ketdik. Yoshlik deganda bir-biriga aykilishib, sho'xlig'iga bas kelanmay, yo undaq, yo bundaq tegishlar degan doim bo'lib turdi. Eng yaxshisi siz er kishi bo'lgandikin qo'sqingizni kengroq tutib, o'zingiz bir qatim berib kelmasangiz bo'lmag'idakchimi? Shuda Cemile'ge bekli ko'nib qoptikanmiz, uning yo'qligi bizga bek bilindi. Bo'pti. Sal vaqt o'tsin. Cemile'ning achchig'i yonganda qaytirib kelsam bo'ladi. Mayli. Sizlarni ovora qildim. Yoqay, biz mang'aylamsa. Cemile. Oy. Kes. Hech qisi yo'q. Murat. Turmuşumuzdaki xo'shallik, turmuşumuzdaki azap, turmuşumuzdaki kulki ham yig'i deganlar unchoq qo'rqinchli emas. Eng qo'rqinchligi bizning ularni qabul qila olishimiz yoki qabul qila olmasligimizdir. Biz baxtni o'zimiz yaratamiz. Shundoq ham o'zimiz vayron qilamiz. Baxtni yaratganlar hayotning va turmushning xo'jayinlaridan bo'lish sharfiga erishsak,
Baxtni vayron qilganlar baxtsizlikning mangulik xo'jaylari bo'lish sharafiga erishimiz. Mana bu biz odamlarning qismati. Ha? Bizning kelgusida cho'qim baxtli oilamiz bo'ladi. Rasma? Ras bo'lmaychi, ishonmamsiz? Ishonaman Jamila. Bizning texi yana nurg'un bolalarimiz bo'ladi. Texi bir muncha bolalardan chiqib ketganini qara. Yuz qilinmi? Balasiz uy mazar degan gap bor emasmi, jinim? Qani u baxt. Bu oila shu tap qari qo'yini vayron qilib atgan o't cho'p dövsidek parakanda. Buningga nima amal? Kaygilik boshqa kelganda o'zingni nega qochira olaysan? Men Jamilani chin dilimdan suyman. O'mi meni qavatli yaxshi ko'rdi. Ammo bo'lib o'tgan ishlarni bir-birimizga tushuntirib bermaymiz. Bir materialda tumuchiq chiroyli bo'g'ini bilan qo'lga o'rganmaydigan qush u juftiga bek sodiq deb yozilibdi. Ammo Jamila qo'lga o'rganibdi. Kimlarningdo tumuchiga bo'pti. Bu dardga chidash mumkinmi? Mağımın telefon kelyapti. Mağın telefon qilgan zodi kimdi? Ya biradalda telefon nomerini xato yozib bergan bo'lsa, bir nima dadida sarang olgan o qanjoq arnomuzni qayirib qo'yib, telefon urib Texi Jamila bilan tang turishlarcha uni. Qiziq ish. Jamilaning birsiga tumuchiq bo'g'inni u kimdan oladigan? Nemishqi tap tatmay uning yuziga soladigandir. Bu kunlarning oyig'i endi qayerdan chiqarkan? Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlık güzel Jamila, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benim esenim, süymem seni, gülüm Jamila. Ketme güzelim, Murat, sizga zodi nima bo'ldi? Zehningizni yig'olmaysiz go. Qara. Bu jadvalni yana xato to'shqizibsiz. Kechiring, rostla xato bo'lib qopti. Bundaq ish bo'laversa qanday bo'ladi? Sizning zehningiz xeli o'tkirdi-ku. Bundaq ish ilgari faqatli ko'rinib boqmagan. Buningga diqqat qilay. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Jamila, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benim esenim, süymem seni, gülüm Jamila. Ketme güzelim, benim esenim, süymem seni, gülüm Jamila.
şamallar uçar şu gün şu her gece yollaringa qarayman bugün bu her gece kerak emas mana shirin sözüm soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas mana shirin sözüm gündüz gün men üçün o'xshash zulmat kecha unutdingmi yar meni nechun oy bir kecha soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas bana shirin sözüm gündüz gün men üçün o'xshash zulmat kecha unutdingmi yar meni nechun oy o'tkecha Bizga yaxshi o'tadi ha. Tamakang bamu. Çakmak bakmaklı badın. Çektirmemse balangza. Mana hamma narsa bor. Aka. Ular Aka gina. Saytın xili bo'ladi ekan-a? Yashmabsa. Chiqira. Ikkila buni. Mamamdu ya bu saytın. Gina aqtirib baqay. Apa telefon yo'q ma? Voy, oldi burun so'yilib bo'lgan piyazkan bu. Kitayli bo'ldi. ketdi. Jamila,
Ha, sizni bir chaqiryotidu. Kimkan u? Chiqqanda bilasiz, sirt saqlayotidu. Ha, ma'qul amsa. Bu yekkep qapsiz-ku. Sizni ko'ray deb keldim. Qo'shnilar sizni bek so'rab ketyapti. So'rimiz baribir. Tutunning achchig'ini mo'ri bilimiz kim bilatdi? Mening dardimni kim tushundi? Ularning chirig'i o'zlariga yonidi. Mana men tushunaman. Men obdan tushunaman. Yo'q. Siz hargiz tushunmaysiz. Siz faqat kimdir birisining menga telefon berganligini tushunasiz. Jamila. Menga ishonmamsiz? İlgiri ishondim. Aqib qilgandim. Keyin Hozircha Jamila. Ben bu savoldan bak qo'rqaman. Bakli qo'rqaman. Shunga uyga qaytib ketganmikan deydi. Biz yaxshi ajrashib ketaylik. Jamila? Bo'ldi. Qaytib keting. Bu nima qilganingiz Murat? Siz nima ishlashyapsiz? Unda qilmang. Siz hozirdan emas-ku. Yo'q. Men hozir o'lib ketayotgan baxtim uchun hozir ichyapman. Undaq deyman. Qarsam o'zingizni bekil tashlab o'tibsiz. Bundaq yuraman. Kiyimlaringizni almashtirib yuring. Bundaq yursangiz ranjib qolaman. Bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib ketgan. Ayolning ko'nglida yaxshi o'tgan kunlarning mehri qoladi, Jamila. Biz bir-birimizga qancha chidgan raqib bo'lganimiz yo'q. Ilgari biz qanday baxtli edik? Buni bilamsiz? Bilamsiz? Hozir biz arzimas ishlar uchun hijron azob tortyapmiz. Ashu yaxshi kunlarimizning hurmati uchun bo'lsa-mu qaytib keling bo'lamdi. Lekin biz o'tinib qolay Jamila.
Birga ketaylik. Ha? Cemile. Bu öy sizin qo'lingiz bilan kuladi. Mening yerim ko'nglim illiq mehringiz bilan to'ladi. Buni bilamsiz. Voy, kimdi? Men qarab baqay. Yo'q, men chiqay. Bo'ldi, siz o'tiravering. Men ochay. Senigen qarsam zon qo'l so'zakda ichirqib qopdi. Bir dasta kelib kelgan edi. Uydan bir megajinning ovozi anglandi. Kirishni afsus qildim. Ati gul bilan so'z ko'kir kelaman. Uyimiz mening ish qimmatli sovuqimizni ko'rsatgan akaganmi? Bu men Siz ne qopishmaymanchi usta? Ha? Kimdi bu oshnangiz bilan diydorlashib turibdi? Yani mening oldimda bechor qiyofat qirvoqiningiz neydi, ha? Cemile. Siz ketgandan beri bu uyga bir aytishimmi? Kirib boqqani yo'q. Amsi buchi, mavchi, buni qanday tushuntirsiz, aytaman. Bu nemi gapdi? Bizning baxtimizga chaqchaq qilayotgan zodi kimdi? Cemile! To'xtang Cemile! Cemile!
Cemile. Murat. Bunu siz yenmeymi demoqchi? Ben özüm nima deyishimni bilmayman. Biroq turmushimizni bundaq sababsizlar vayron bo'lishini xohlamayman, Jamila. Nima dedingiz? Sababsizlar? Bu ishlar sabab bo'laman degan. Bu ishlarni deyman, Jamila. Bu ishlarni men keltirib chiqarmadim. Amsi men keltirib chiqiribdiman-da. Bo'ldi qilaylik, Murat. Siz bu taklif tanglikni qog'idaksiz. Turmush degan shundoq bo'lsa. Men ko'p shug'lab, olimdan ketgidayman. Bel qo'yib shundaqmi? Qara, Jamila. Bu ikkimizning turmushi. Bu uy bo'lsa, ikkimizning uyi, ikkimizning jannati, ikkimizning dunyosi. Onu asrash, onu qadrlash, hem qo'g'dash ikkimizning ishi. Agar bayram qilishga to'g'ri kelsa, bu ish ikkimizning qo'lidan keladi. Lekin biz o'z roziligimiz bilan onu söýüşke, qadrlashga, asrashga tan qadam bosgan. Endilikli siz turmush meni charchitib, halsirtib qo'ydi deysiz-ku. Shundoq. Biz turmushga tan qadam olgan. Mening bu turmushni sevgim yo'qmi? Qadrligim, asrog'im, qo'g'dig'im yo'qmi? Lekin ilqat gul bo'ldi qilaylik, Murat. Men asli charchadim. Jamila, turmush asli biz tarafda. O bizning jangohimiz emas. Bizning dushman, raqibimizmi emas. Bizni mushohlig'a tushirib qo'ygan. Bir-birimizga tushuntirishga amalsiz holga tushirib qo'ygan. Ashu nejis telefon. Men aniqlab baqdim. Lekin o aniqlig'i bo'lmaydigan, nomeri chiqmaydigan nejis telefon kan emasmi? Rahmat. Bugun ishni qanaqa tushuntirasiz? Men bayatın sizga nima dedim? Bu birisinin o'yin ekanligi chiqibdi turmamdi. Bayatınqi ishlar meni sizni mubakrak azoblar otidi. Buni sizga tushuntirishga amalsiz qilyapman. Shuni bilamsiz, Jamila. Yani şu nomeri yok telefonken. Vay? Bak bir et vaxtını verip kapıda sevgilim. Seyhanıp gidip bağlan edim. Onu yoluk selip tutmak telefon kılarsız. Deyim ben acayip hayacan hissedeceğim. Deyim sizi boş kaynatmayayım. Elim bu ne? Namus qilmaydi Allah. Ishqilib kim bo'lsang, qaysi noahli bo'lsang, ajab joyida keltiryapsan, ha?
O kimdi? Acaba tanışlısı mı o? Elik telefonni. Hey. Bu mening oliy maktabdagi savoqdoshim ham og'inam Tursunqo. Gül kız. Ha, yaxshimisiz? Qani o'tiring. Siz bilan bir mo'ng'ilchigan yagiyatdi Murat. Obdan uchrab qoldingiz. Qandaq vaqtingiz bormi? Bor. Men ishongan taqda kiyik yotmabdi degan maqol tamsining ma'nosini sizdan tepib Murat. Ayting, nima qilganingiz bu? Do'stim Jamilaga nimachi qilasiz? Onun ko'z yoshlaridan daryo yasab, beliq boqay deyotam sizga. Yo'q, Gül kız. Bu ish hargizmi sizlar o'ylagandek undaq ish emas. Siz bu menga ishonmamsiz? Bir mo'rdan tutun chiqargan odamga ishonch ato qilmay turib, mendan ishonch talab qilishga nima haqqingiz bor, Murat? Men Jamilaga ishinaman, do'stimga ishinaman. Men qanday qilsam, ondan sizlar menga ishondigansizlar. Men shuncha ujmi ko'ngil odamman. Buni vicdaningizdan so'rang. Bu jahonning erlar nima bo'lib ketayotgan ekan tang, qarshi shuncha muloyim, qoidalik, ammo hadis samonotigidan suv yugurtayotgan. O kimdi? Yeraqa alvasti şumudu. Es. Ayımızın kuşcanlısı bulmakçı bulgan bu alvastını bir kör bakaycı. O dostum Gül kızken bu. Yo'q. Men nimalarni o'ylab ketdim. Men uningga ishonishim kerak. Bu hargiz mumkin emas. Oy, Kamal, kira. Oy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Salomatliging yaxshidir, ha? Yaxshi. O'zing qanaqa turyapsan? Yomon emas, adash. Qani, o'tir, ha? Nimanda qumga tushgan yingidek yo'qolib ketgan desam, hujjat o'visi arsida qolib ekansan-da. Hujjat deganni qatirib ko'rib, bir o'siday debsan-da. Nim deganing bu? Hujjat ko'yinga o'sidigan ish nima bor ekan? Odamning aqli yetmaydigan neni ishlar bo'lyapmanda hozir. Qani, ayta. Meni bu yerga bir ish bilan izlab kelganmisan? Ras, seni kechdiki bir o'ltirishqa chiqlab kelib edim, og'ayni. O'ltirishqa? Shundaq. Buni bir hisobda sening ziyofating desak bo'ladi. Biz bir necha saboqdash sana hamroh bo'lib, gap ichimiz shu. Mening ziyofatimmi? Buningdan hajab, mening xabarim yo'q ekan-ku. Mana hozir xabar topding-ku. Sizlar rostli o'ltirish qilmoqchimi? Endi tushundim. Sizlar bir qanchinglar mening nomimda ustal buyurtib, meni yiqitmoqchi bo'psizlar-da, ha? Sening rostli xabaring yo'qmi? Ziyofatning gapini sening og'zingdan anglayapman mana. Endi bildim. Bu yozuvchi og'aynimiz Murodilning o'yini ekan-da. Murodilning o'yini?
Asta Kamal, ishikdan kirgandan buyon taq-tuq so'zlayapsan. Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Nemali gap bo'lsa, mening beshimni qaymoqtirmay. Ochig'ini davamamsa, uning sizmi mening tatiyotgan dardim oz emas. Buning nersiga chidayolmayman. Sening rostli xabaring yo'q-kanda. Muradel inoq oila, baxtli turmush va hozirgi zamon aloqa qurollarining uninga ekiladigan ba'zi bir ziyonlari ustida tadqiqot olib berib, bir kitob yozgan ekan. Asri bitibdi. Bugun shuning cheyni ichadigan gapkan. Anglasam, sizlarning oilami bu kitobda bormish-ku. Ha? Muradil bu kitobni yozishda sizlarning baxtsiz oilanglar ustida tadqiqot olib berib, ba'zi bir chaqchaqlarni qilamiz. Qog'inini kashdi bilamiz-ku. Soat 5da Tumaris restoranda marhamat qiling. Muradil shunday degan. Cemile. Indemakchi. Siz bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Cemile. Hamma ish oydinlashdi, sir yechildi. Men bu ko'ngilsizliklarning tagiga yetdim. Yana nima hikoya to'qaydavotsiz, Murat? Men sizning qazningizga chiq qaynab ketdim. Shu chaqcha. Nima deb o'ylagan, qandoq tushungan bo'lsangiz, mayli. Siz haqliq. Chunki men sizga siz qoyil bo'lg'idek sabab ko'rsatib beramadim, Jamila. Bugun gapimni anglamasangiz bo'lmaydi. Bu bizning taqdirimizga, oilamizning kelgusiga munosabatli cho'ng ish. Cho'qim gapimni anglashingiz kerak. Shundaqmi? Yağış qazandı bir qitim osh pishadi. Ondaqda. Qani so'zlang. Siz mening hiliqi Muradil degan sog'dishimni taniydigansiz? Muradil? To'g'ri, yozuvchi sog'dishimchu. Siz hazırla, restoranga başlap barın. Oturun. Kechikib qolding-ku. Yo'lda azroq ayol bo'lib qoldi. Davomli qo'zangga qo'shilib yuradigan nima qo'ysan, ha? Ey, Murat kelmadi-ku. Savaqdoshlar orasida birdan-bir baxtni topqani shu ikkisi edi. Endi ularga ko'z tekkandek ish bo'ldi-ku. Qo'rmidan ag'ach o'tiringlar. Gül qizni anglashimcha bir noahli ularning turmushiga so'qchilik silib o'tqizakmish.
Әдіс telefon berib. Qani. Ağaç oturunlar. Ustam, müşet toxtudu. Ma'qul. Chiqay. Gül alamsız. Ha. Qaysi qaldi? Avni bering. Ha, ma'qul. Aziz pul. 50 gul. Ha. Aldыңызmı? Kartlar basqan kunlarimizni unutib, turmushimizni qaytadan boshlaylik. Men sizni so'yman, Jamila. Ben sizga ishonaman. Sizni suyman, Murat. Rahmat. Bugun meni bakla xushal qilib etdingiz. Agar siz to'g'ri topsangiz, men bu gulni bizning vaqtlik azobimiz badliga kelgan shu asarning avtori so'q qilsam, ranjimaydigansiz. Ranjimayman. Ustam, Tumaris qayda? Ma'qul. Ha, qani, keling. Qani, og'inglar. Quloq selinglar. Bugun ajoyib bir qutlug' kun bo'pti. Do'stimiz Murodil nihoyat ko'p ajr bilan. Bo'ldi, qaytirma. Rahmat. Boshindaq chöpni bir ikkisi o'chirsin, nega yaxshi bo'ladi? Shunga og'inglar. Qo'limdagi bu tunji romkini og'inimiz Murodilning shon sharafiga ko'tarsak qanday? Qani, qo'sha. Ko'taraylik. Qani, ko'taraylik. Tahrir qilinglar. Tabriklaymiz, Murodil. Asringizni tutgan anglab sizga xush bo'ldi. Rahmat sizlarga. Oddiy bo'lsin, qabul qiling. Sizga muborak. Rahmat. Bu mening g'ururimning so'g'isi. Bu mening bu dunyodagi egam Muratning oldidagi. Uning ko'nglidagi poklik izzatimning so'g'isi. Eg'ir ammay. Qabul qilasiz. Agar ranjimasanglar, bizning vaqtlik azobimiz badliga putib chiqqan bu buyuk asarni suyimlik ayolim bilan birga ko'rib chiqay deyman. Kechiringlar og'inglar, kayfiyatinglarni buzib qo'ydim. Buningdan keyin mening turmushimning har bir daqiqasimi intayin ma'nilik, intayin ko'ngillik, intayin baxtlik o'tadi. Kechiringlar og'inglar, kayfinglarni buzib qo'ydim. Biz mangdiq. Jiring Jamila. Bu men Uning bakli ig'ri kelgan o'xshaydi. Bu qanday o'g'lamdi? Men saqlab turing. men asli bu men o'ylab baqsam og'inglar, bir ishni xato qilibdiman. Bu kitobni ko'rishga ketgan vaqtimni yanala turmushimga beray. Bu kitobni turmushni qadrlamaydigan,
Nadalla kösü boğdek. Endi şunuz tekkendi. Ha. Muradil. Telefonni siz eling. Siz asın zamanda. Ay, uxlagan. Kimdi o bu? Voy, kim o? Kim o? Men Savla. Kim deysiz bu? Bugun nimanda xabardan turmaysiz qadrligim. Men sizning asringizdan pitib chiqqanlik uchun o'zimni sizga yana bir qatim sovuq qilib saqlab turg'ili. Ne vaq? Hey, kimga? Ay, xata urib qo'ygan o'xshaydi. Xata urib qo'yibdi? Xata urib qo'ysinda sherin gaplar qilamda? Yo'q, men rost tonimayman. Pessilni doif. Voy, nima taqilsan? Yo'q, baba, gapimni angla, men rost. Men uni tonimayman deyman. Voy, kimni? İsteme. Yo'q. Hey, vallahi o'g'lim sert turdi. Hey, bak qo'shni anglasa. Sen menimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemilem. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemilem.